Assalomu alaykum, Umra ziyorati kanalining qadrli obunachilari. Barchangizga xayrli kun tilagan holda do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays tur firmasining rasmiy ofisida azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga 2026-yil iyul va avgust oylariga yangi qabullar boshlangan, shular haqida to'liq va batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka, opa-singillarga mana shu videoni maksimal darajada tarqatib qo'yishni unutmanglar azizlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling, biz video syomkamizni boshladik. Xo'p, hurmatli obunachilar, hozirgi kunda bizning safarimiz 14 kunlik bo'lib, 3 kun Madina Munavvarada, 11 kun Makka Mukarramani tashkil qiladi. Parvozlarimiz Farg'ona, Jidda va Toshkent, Jidda yo'nalishi bo'yicha amalga oshiriladi. Ya'ni haftaning har seshanba sanasiga Toshkentdan, haftaning har chorshanba sanasiga esa Farg'onadan to'g'ridan-to'g'ri reyslarda biz bilan, ya'ni Centrum Holidays bilan birgalikda amalga oshirishingiz mumkin azizlar. Xo'p, Madina Munavvarada va Makka Mukarramada gostinitsa oraliq masofalarimiz Madinada 150-200 metr markaziyada tashkil qiladi. Makka Mukarramada 850-900 metr atrofini tashkil qiladi. Ya'ni xolovchilar piyoda, xolovchilar misol bemalol avtobusda borib kelsa ham bo'ladi. Ya'ni gudeta bir piyoda ham 3-4 daqiqalik yo'l hisoblanadi. Primoy yo'l, bitta yo'l bo'ladi. Avtobusda bormoqchilar endi razvorot qilib borishini hisobiga jicha vaqti cho'zilishi mumkin. Sababi aynalib boradi. Avtobus ko'pchilik borganlar biladi. Xudo xolasa sizlarga malakali va tajribali va ellikboshilarimiz 14 kun mobaynida sizlar bilan hamrohlikda ziyorat va ibodat va sayohatlarga olib chiqib kelishadi. Ziyoratlarimiz, ya'ni Madina Munavvaradan safarimiz birinchi kuni boshlanadi. Ya'ni Ravza-i Sharif, Qur'on bosmaxonasi agar ochiq bo'ladigan bo'lsa va bundan tashqari xurmo bog'lari, har xil ekskursiyalar, qo'shimcha ekskursiyalarimiz bor. Bemalol biz bilan birgalikda safarni amalga oshirsangiz bo'laveradi. Agarda batafsil va to'liqroq ma'lumot olmoqchi bo'lsalaring, ekranda raqamlar qoldiramiz. Bog'laninglar, aloqaga chiqinglar, joylaringni bron qilinglar azizlar. Siz agar bizni musofirdan kuzatib turgan bo'lsangiz, Telegram, WhatsApp ijtimoiy tarmoqlar orqali ham bemalol bog'lanib, joylarni bron qilishlaring mumkin. Xudo xolasa sizlarga to'liq batafsil ma'lumotlar quyidagi raqamlar orqali beriladi. Hozirgi kunda do'stlar, firmamiz tomonidan beriladigan narsalarga keladigan bo'lsak, bu bizga kamzil, ya'ni har bitta ziyoratchiga har xil turdagi razmerlari bor, kamzil beriladi. Mana bunday so'mka beriladi. Bu so'mka ham o'ziga kerakli narsalarni bemalol solib, dori-darmon, hujjatlar solib yursangiz, yelkangizga ilib olsangiz juda ham chiroyli holatda bo'ladi. Va mana bunday yostiqchamiz taqdim qilinadi. Bu yostiqchamiz ham samolyotda yoki avtobusda juda ham yumshoq, kerakli narsalardan biri hisoblanadi. Va albatta bejik beriladi. Bejikdan tashqari va vizangizni ham qo'lingizga beriladi. Va albatta siz ota-onangizni bir xursand qilmoqchi bo'lsangiz, mana bunday sertifikatlarni ham tashkil qilganmiz. Mana shu yerga ota-onangizning ismi, familiyalari, sertifikati, mana Centrum Holidays tushirgan logotipimiz va qachon qayerdan parvoz amalga oshiriladi, shuni chiroyli qilib Farg'ona Marg'ilondan birga olib borib, bitta gul bilan chiroyli qilib tabriklab kelish imkoniyatini ham Xudo xolasa bir martalik to'lov evaziga amalga oshirib beramiz. Xo'p, hozirgi kunda safarimiz 14 kunlik mobaynida puli qanday bo'lyapti deganlarga, Toshkent, Jidda va Farg'ona, Jidda yo'nalishi bo'yicha $1050 dan qilib belgiladik. Agarda vizangiz bo'lsa $950 dan hisoblanadi. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqishlaring mumkin do'stlar. Xo'p, to'lovlarimiz o'zingizga yaqin bo'lgan bank ofislaridan, bank filiallaridan, Telegramdan Zagreb pasportingizni berganingizdan so'ng bank shot raqamlarini operatorlarimiz taqdim qiladi. Bemalol o'zingizga yaqin bo'lgan bank ofis yoki filiallardan to'lovlarni amalga oshirsalar ham bo'laveradi. Farg'ona, Marg'ilondan kuzatayotgan bo'lsangiz, rasmiy ofisga kelib, rasmiy kassalar orqali ham bemalol to'lovlarni amalga oshirib ketishingiz mumkin azizlar. Xudo xolasa sizlarga to'liq va batafsil ma'lumotlar berdi degan umiddaman. Agarda videomizda xato va kamchilik bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Yoqqan bo'lsa like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar azizlar. Omon bo'ling. Keyingi videoda ko'rishguncha